Ezgulik va ilm-fan maskani bo'lmuş Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida bugun o'zgacha shukuh, o'zgacha hayajon. Yillar davomida tunlarni kunlarga ulab, ilm yo'lida zahmat chekkan, o'z sohasining yetuk mutaxassisi bo'lishni maqsad qilgan yoshlarning hayotidagi eng unutilmas kun. Bugun bu yerda magistr bitiruvchilarga diplom hamda tashakkurnomalarni topshirishga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda 3-renessans poydevorini yaratishga intellektual salohiyatli yoshlarning o'rni beqiyos ekanligini alohida ta'kidladi. Irrigatsiya va qishloq xo'jaligi sohasini raqamlashtirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda aynan mana shu bitiruvchilar yangi davr drayverlari bo'lishiga ishonch bildirdi. Yuzlardagi tabassum, ko'zlardagi quvonch yoshlari bugungi bayramning eng go'zal bezagiga aylandi. Ko'kka otilgan bitiruv qalpoqchilari bilan birga yoshlarning ezgu maqsadlari va ulkan rejalari ham yuksaklarga parvoz qildi. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetining 2026-yilgi magistr bitiruvchilari katta hayot kemasidan mustaqil suzishni boshlamoqdalar. Assalomu alaykum, ehtiromli ustozlar, aziz ota-onalar, yuraklari hapriqib magistr diplomini olishni niyat qilgan qadrli magistrlar. Bugungi tadbir hayotingizda bir umrga unutilmas onlar ekanligi ma'lum. Bugun ortda qoldi yillar, mehnat bilan o'tgan onlar, orzularga qanot bo'ldi. Ilm yo'lidagi davonlar, kitob tutgan qo'llar endi el xizmatin qilar albat. Bilim bilan yongan qalblar yurtga bo'lsin katta quvvat. Har bir sahifa bir xotira, har bir darsda bir hikmat bor. Bugun esa yangi yo'llar sizni chorlar, takror. Yo'lingizda nur yog'ilsin, omad doim hamroh bo'lsin. Magistr degan sharafingiz el ichida yuksak tursin. Qo'limizga magistr diplomini olamiz, to'r burchak, qattiq muqova. Bu shunchaki ramziy ma'noda. Aslida bu diplom manzil emas, istiqbol uchun yo'l chiptasi. Shunday ekan, bilimni, ta'limni mohiyatini bildingiz, ilm yo'liga qadam qo'ydingiz, ilm esa yuksaklikka chorlaydi. Bilim bilan ma'rifatning tutqichi, ilm ila ikki dunyo ochqichi. Davlatimiz rahbari ilmga, ta'limga, muallim degan so'zlarga alohida e'tibor qilishi bois ilm hamma sohaning ko'zi. U orqali biz hayotni bilamiz. Yorug' kunlarni, istiqbolning mohiyatini chuqur anglaymiz. Bugungi mamnuniyat bilan Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetining rektori, texnika fanlari doktori, professor Bahodir Suyunovich Mirzayevni taklif etamiz. Marhamat. Dala sharoitlarida sinov tajribalarini o'tkazib, o'z oldingizga qo'ygan katta bir tadqiqot ishlarining yakunini qilib, bugun mana shu ostonaga yetib keldik. Mana shu suhbatdan foydalanib, avvalambor sizlarni, qolaversa sizlar orqali ota-onalaringizni, ustozlarni, jamiki kimda kim shu siz bilan birga bo'lgan bo'lsa, barchasini universitet rahbariyati nomidan chin yurakdan tabriklayman. Endi o'rtoqlar, xabarlaringiz bor, hurmatli prezidentimiz aynan yoshlarga ilm olish uchun, tadqiqot ishlarini qilish uchun, xususan magistratura va doktorantura uchun juda katta imkoniyatlar, juda katta magistratura ta'limini ingliz tili ta'limiga aylantirdi. Bu ham sizda qaysidir ma'noda xorijiy professorlarimizdan erkin ma'ruzalarni eshitish, undan tashqari xorijiy stajirovkalarga bemalol borib kelish imkoniyati yaratildi. Bugungi 129 nafar bitiruvchi kurs talabalarimizni 67 tasi xorijiy stajirovkadan o'tdi. Lekin bu bizga chegara emas. Bu bizda yangi yildan boshlab, Xudo xohlasa,
to'liq hammasi xorijiy stajirovkada o'tish amaliyoti joriy etiladi. Bundan tashqari yangi yilda biz har bir magistrantimiz kamida bitta xorijiy xalqaro anjumanlarda o'z ma'ruzalari, o'z tadqiqot natijalari bilan ishtirok etishni yo'lga qo'yamiz. Shuning uchun ham hurmatli prezidentimiz tomonidan yoshlarga bo'lgan e'tibor, yoshlardan bo'lgan umid juda ham katta. Bu yerda o'tirganlar albatta bu universitetning oltin fondi deb hisoblayman. Hurmatli yirik ilmiy jurnallar, Scopus, Web of Science, Nature kabi jurnallarda, xalqaro va nufuzli anjumanlarda yoki ilmiy kashfiyotlar fonida eshitib qolamiz degan umiddaman. Universitetimiz ostonasidan doimo yuksak orzular bilan chiqing. Sizning g'alabangiz universitetimizning yangi sahifalari, yurtimizning yangi yutuqlari bo'ladi. Doimo men Rigetsa universitet bitiruvchisiman degan nomni baland ko'tarib yuring. Bu nom sizning bir umrlik brendingiz, ilhom manbaingiz bo'lib qoladi. Men sizlarni bugungi yutuqlaringiz bilan yana bir bor samimiy tabriklayman. Barchangizga yangi zafarlar, baxt va omad yor bo'lsin aziz bitiruvchilar. So'ngra kamoliy ehtirom bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri Kongrabboy Avazimbetov Sharipovga so'z berildi. Mana bundan 40 yil oldin o'zimda o'tkazganman. Biz 86-yil irrigatsiya institutini, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash fakultetini bitirganmiz. Mana bu yil bizning 40 yillik yubileyimiz bo'ldi. Bilinglar, yil o'tgan sayin universitetning qadri oshaveradi. Shunga talpinaverasizlar. Chunki bu eng haligi hayotingizdagi mazmunli oltin davr deb bekor aytilmagan, talabalik bu oltin davr. Endi bu yog'iga sizlar dekaningizlarni periklichka qilmaydi yoki imtihonlarni o'qituvchilaringiz olmaydi. Buni endi hayot sizlarni boshqaradi, imtihonni xalq oladi. Topshiriqni ham mana shu xalqimiz sizlarga beradi va sizga baho beradigan xalqimiz. Shuning uchun sizlarga kelgusi hayotda birinchi navbatda borgan joyingizda mutaxassis sifatida yaxshi bir o'zingizni ko'rsatib ishlaysiz degan umiddamiz. Mana hozir Bahodir aytdi, brendga aylandi irrigatsiya instituti. Haqiqatdan brend bo'lish uchun mana Garvardda nima uchun brend deyiladi? Chunki u universitetda prezidentlar eng ko'p chiqqan universitet. Xuddi shu irrigatsiya institutimiz ham prezident tayyorlagan, bosh vazir tayyorlagan, bosh vazir o'rinbosarlarini, vazirlarni va hokimlarni eng ko'p tayyorlagan universitet hisoblanadi. Buni hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham ushbu universitetni 81-yil bitirgan. O'ylaymanki, sizlarda ham xuddi shunaqa imkoniyat va shans bor. Kelajakda shu an'anani davom ettirgan holda 10 yil o'tar, 20 yil o'tar, sizlarning ichingizdan vazir, prezidentlar, olimlar, akademiklar chiqadi, davlat arboblari chiqadi. Faqat ishlash kerak buning uchun. O'z ustida ishlashingiz kerak. Diplom oldi degani bu hayotda hamma narsa muvaffaqiyatli bo'lib ketadi degani emas. Mana Rahimjon aka hozir aytdi, diplom bu bir instrument sizlar uchun. Biror joyga ishga kirish uchun so'raladigan bitta hujjat. Endi u yerga kirgandan keyin haqiqiy hayot, haqiqiy imtihon keyin boshlanadi. Chunki u yerdagi kollektivda ishlab ketish jamoada bu o'zingizga bog'liq. Yangi tashabbuslarni kiritib borish bu sizga bog'liq. Har doim sizning tengingizdagi yoningizdagi bitiruvchi deymizmi, ishchi sizning har doim raqobatdor, ya'ni konkurentingiz bo'ladi. Raqobatda turasiz har doim. Yaxshi pozitsiya uchun hamma harakat qiladi. Buning uchun ko'proq ishlash kerak. Endi mana universitet vazifasi nimadan bo'ladi? Universitet har doim domlalar sizlarga yordam berishga tayyor. Mana professor o'qituvchilarni bizlarga dars bergan o'qituvchilar hozirgacha ishlashyapti. Biz hozirgacha kelib ulardan maslahat olamiz. Bundan uyalmaslik kerak. Universitet endi domlalar sizlarga do'st bo'ladi bundan keyin. Sizlarning yutuqlaringizni ko'rib ular xursand bo'ladi. Sizlar endi 2 olgan, bir paytda 2 qo'ygan o'qituvchilaringiz endi sizlarga balin qiladi deydi-ku. Mana shunday qilib o'tirishadi hammasi. Meni shogirdim shunaqa bo'ldi dedi.
Bu tomon endi hammamiz bitta nimaga chiqdik. Sizlar bizning kollegamizda, hamkasblarimiz sizlar endi. Sizlarga omad tilaymiz. Yana bir marta aytaman. Ota-onalarga alohida minnatdorchilik. Chunki sizlarni 4 yil, undan keyin 2 yil sabr bilan, toqat bilan o'tirib o'qitdi. Ko'pchilik kontraktda o'qidi, pullarini o'zi yemay sizlarga yetkazdi, oilani bor xarajatlarni sizlarga tiqdi deb o'ylayman. Eng asosiysi mana yana bir marta bitiruvchilarga omad tilaymiz. O'ylaymizki, yana bir 20 yildan keyin sizlar bu yoqda turasizlar, biz bu yoqda o'tirib sizlarni muvaffaqiyatlaringizni kuzatib turish nasib bo'lsin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Endi diplomlarni topshirishni boshlasak bo'ladi. Universitet rektorining 2026-2023 yildagi 7-blokda buyurgan asosan Britaniya mutaxassisligi bo'yicha o'quv rejasini to'liq bajarganliklari va magistrlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qilganliklari munosabati bilan quyida keltirilgan magistrantlarga Britaniya mutaxassisligi bo'yicha magistr diplomi berildi va ayni paytda oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirlik tashakkurnomasi Bektosh Behruz Nuriddin Mana o'sha hayajonli va intizorlik bilan kutilgan daqiqalar. Sahnada ertangi kunimizning bunyodkorlari, ilm-fan posbonlari, vazir va rektor tomonidan magistrlik diplomlari hamda o'qish va jamoat ishlarida alohida namuna ko'rsatgan iqtidorli yoshlarga, ularning munosib farzand tarbiyalagan ota-onalarga tashakkurnomalar tantanali ravishda topshirilmoqda. Ushbu hujjat shunchaki qog'oz emas, Hayboyev To'lqinjon Rajabboyev. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar va qadrli bitiruvchilar. Bugun shu yerda o'tirish men uchun katta sharaf va baxt. Rostini aytsam, magistraturani boshlagan kunimiz kechagidek esda. Vaqt juda tez o'tibdi. Avvalo biz nafaqat bilim, balki ishonch va motivatsiya bergan barcha ustozlarimizga chin dildan rahmat aytaman. Yana bitta so'zim bordi. Ota-onamga ham katta rahmat aytmoqchiman, juda ham hayajonli qiziqibman. Shunaqa yutuqqa erishimga ham ota-onamga ham katta yutuqlar, katta rahmat, kattakon. Avvalo bizga chuqur bilim va tarbiya bergan ustozlarimga, doimo qo'llab-quvvatlagan ota-onamizga hamda bizning yutuqlarimiz uchun xizmat qilgan universitet jamoasiga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Tillik faqat bir bosqich emas, balki kelajakka ochilgan katta eshikdir. Sizlarning yutug'ingiz ota-ona, ustoz va yaqinlaringizning ham g'ururi. Ilmga bo'lgan muhabbatingiz hech qachon so'nmasin. Orzularingiz doimo sizdan bir qadam oldinda yursin. Bugungi quvonchingiz umringizdagi eng yorqin sahifalardan biri bo'lib qolsin. Kelgusi yo'llaringiz omad, baraka va katta zafarlarga to'lsin. Sizlarga faqat baland parvoz, mustahkam iroda va yorug' kelajak tilaymiz. Aziz magistrlar. Tadbir juda yuqori saviyada o'tdi. Hamma magistrantlarimizga diplomlarini hurmatli vazirimiz Qo'g'irotboy Avizimbetovich va hurmatli rektorimiz Bahodir Suyunchlar topshirishdi. Endi bilasizlar, magistrantlarimiz bir necha yildan beri universitetimizda darslarni ingliz tilida o'tilmoqda. Darslarga ingliz tilida, demak, nafaqat o'zimizni universitet professor o'qituvchilari, balki
chet ellik vatandoshlar, chet ellik yetakchi professor o'qituvchilar ham dars berib kelmoqda. Bundan tashqari magistrantlarimiz har yili nufuzli chet el universitetlariga 1 oylik stajirovkaga yoki 6 oylik akademik mobillik bo'yicha o'qishga borib kelmoqdalar. Bu yil ham 70 ga yaqin 129 ta bitiruvchimiz bo'lsa, 70 ga yaqin magistrantlarimiz nufuzli chet el universitetlarida, jumladan Xitoy Xalq Respublikasida, Germaniyada, Slovakiyada, Turkiyada, Litvada va hokazo boshqa davlatlarda malakasini oshirib yoki akademik mobillik bo'yicha bir semestr o'qib kelishdi.